keldik. Mazza, to'g'rimi Kamol opa? To'g'ri. Lekin qizlar doimgidek kech qolyapti, kutamiz. Baribir mazza qilamiz. Piknikda biz nafaqat dam olamiz, balki kitob ham o'qiymiz. Bu qizning fikri, zikri faqat kitobda. Kumush, siz xotirjam bo'ling. Kitobxonlikda peshqadam bo'ling. Marafon ishtirokchilari uchun ham biz albatta piknik tashkillashtiramiz. Axir va'da berganmiz. Ha, chindan ham ajoyib. Hammasi zo'r chiqadi. Lekin bugun emas. Bugun biz marafon ishtirokchilarini ilk jonli uchrashuvga taklif qilganmiz. Men bugun shodmanki, mana shu zalimizda kitobxonlikdan lazzatlanish hissini tuygan opa-singillarimiz bo'lishibdi. Shunday ekan, yana bir kere xush kelibsiz deymiz. Bizning karvonimiz, bizning loyihamiz ilm olishni va uni tarqatishning bir qancha yo'llarini o'ziga yo'nalishlar sifatida tanlab olgan. Karvon o'z ishini xolis bajarib kelmoqda va bu ishlar haqida so'zlab berish uchun jon kiyar. Shu bilan birga o'ta kamtarin bir inson borlar. 24 ga 7 onlayn barcha xodimlar bilan aloqada bo'ladigan inson Oysha Bog'sanova bo'ladilar. Marhamat. Assalomu alaykum avvalambor barchalarga. Hozirda loyihamizda 6 ta yo'nalish faoliyat olib boryapti. Bu birinchisi o'sha boya aytib o'tilgandek xalqimizning qo'liga kitoblar yetib borishini ta'minlash maqsadida bepul xalq kutubxonalarini tashkil qilish maqsad qilingan. Bunda hozirgi kunda 56 ta a'zoyimiz bor. 82 ta bizda hozir jamiyat bilan tashkil etgan kutubxonalarimiz bor. Bugun marafon o'tayotgan yo'nalishimiz kitobxonlik yo'nalishi uchun javobgar bo'lgan. Shu bilan birga marafon uchun ham mas'ul bo'lgan qizimiz bor. Ularning ismlari Kumushxon. Bu insonni o'zlarini haqiqiy jonli kutubxonaga qiyos qilsa bo'ladi. Bekor mana shu yo'nalishga mas'ul etib tayinlamaganlar. Ularni uylaridagi kitob javonini bir ko'ring. Haqiqatda maqtansa arziydigan javon. Butun bir devorni egallab turibdi kitob bilan to'la. Necha foizni o'qigansiz shu kitoblarni? 60-70%. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Guruhlarni kuzatib boraman. Faolsizlar. Belgilangan vaqtda o'sha belgilangan sahifalarni o'qib berish bu jasorat. 3 xil yosh toifasi doirasidagilarni marafonga jamladik. Ya'ni o'sha 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi sinflarni biz A toifa deb ajratib oldik. 9, 10, 11-chi sinflarni biz B toifaga ajratdik, o'smirlar toifasiga. Undan keyingi yosh toifalarni 20 yosh va undan kattalar deb ajratib olib, ular uchun maxsus adabiyotlarni shakllantirdik. Marafonimizni 6 oy davom etishiga mo'ljallagan Allohga shukr, mana 2 oyni o'tkazib oldik. Ya'ni iyul-avgust oyida 10 ta kitobni mutolaa qilibmiz har bitta yosh toifasi doirasida. Siz o'qigan kitoblarning orasida Yangi asr avlodining nashrdan chiqqan kitoblari ham bor. Hilol nashr, Falaq nashriyoti, Akadem nashr, Munir nashriyoti va Qamar kitoblar do'konlari tomonidan bizga tavsiya etilgan kitoblarni siz bilan 6 oy davomida mutolaa qilamiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari dinga umrlar davomida sidqi dildan mehnat qilganlar, xizmat qilganlar va buni qarangki, ulardan qolgan ulkan adabiy merosni, ilmiy merosni keng yoyish, targ'ib qilish bilan shug'ullanuvchi karvon safidagilar ham mana shunday unga xolis sidqi dildan xizmat qiladigan insonlardir. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist Erkin Malik ustoz Hazrat haqida gapirdilar. U kishining onasi Sobira xonim qanday qilib bolalarni tarbiyalagan? Muhammad Yusuf janoblari Mirarabda o'qib yurgan paytlarida nimalar cho'pon bo'lganlar. Cho'ponlikdan ketganlar o'qishga. Endi kolxozda cho'ponni boqqandan keyin haligi kolxozda mol qo'yi cho'ponsiz qoladi. Erini ishini davom ettirsin deb Sobira xonimga kolxoz buyuradi. Qo'ylarni boqing. O'shanda yonlariga olib, o'sha 6 yoshda bo'ladilar. Hali maktabga bormagan bo'llar Muhammad Sodiq. Bormagan bo'ladilar. O'sha asakani qir adirlarida kolxozni qo'yini boqishadi ona bola. Ana o'shanda ona bolani butun olam bilan, butun dunyo bilan u hali kalxatlar, bu osmonga uchadigan haligi momaqaldiroqlar, o'shani hammasi haqida bolasiga tushuntiradilar. O'sha haligi zehnni o'tkirligi, o'sha so'zlarni, jumlalarni tuzishda ham. Agarda 15 minut, 20 minut, yarim soat ma'ruza qilsalar, birorta so'zni qayta ishlatganlarini ko'rmasligida, onani fidoyiligi, otani katta ilm egasi ekanligi bilan Hazratim butun O'zbekistonni ilmli qilmoqchi bo'ldilar. Ilm o'rganayotgan ekansizlar, sizlarni ham farzandlardan Hazratimga o'xshagan olimlar chiqsin. savodli bo'la turib kitob o'qimagan insonni
savodsizdan qanday farqi bor? Kitob o'qimasak nima qilamiz? O'qishni o'rganib, yozishni o'rganib, farzandlarimizga o'rgatib nima qilamiz? Agar kelajakda ularni kitobga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otmasak. Taniqli yozuvchi, adib Sherzod Komil Halil ustozga hozir so'z navbatini beramiz va ularning fikrlarini ham eshitamiz. Brey degan yozuvchi aytadiki, kitoblarda yoqishdan ham bir yomon jinoyat bor deydi. Bu ularda o'qimaslikdir deydi. Men oxirgi paytlarda kuzatayotgan narsalarimizdan bittasi kitoblarda ko'proq ayollar o'qiyotganini ham sezyapmiz. Ayollarimizni kitob o'qishi bu juda ham katta narsa, chunki ayol kitob o'qisa, uni farzandi o'qiydi. Bugungi zamonimiz blogerlar zamoni deb ayta olamiz. Bloger bo'lish oson emas. Book bloger bo'lish undan-da qiyin. Kitob targ'ibotini o'ziga xosliklari, book bloglar ochish, ularni yuritish haqida siz tanigan bloger Ilhom Sharipovdan eshitamiz. Marhamat. Yoshligimizda mahallamizda kutubxona bo'lardi. Adashmasam 4-5 sinf edim. O'shanda esimda kutubxonaga a'zo bo'lish uchun bitta kitob topshirardingiz o'zingizdan-da, keyin u yoqda olish mumkin edi. Shu bitta kitob topshirganman, uydagilar shu bayramga sovg'a qilishgan kitobni. Keyin hali ham esimda Baron Munchausenning kitob bor. Juda ham bir zo'r kitob, fantastik kitob. Voqealari hali ham esimda. Keyin u kitobni o'qib bo'lib boshqa kitob olgani borganimda, men topshirgan kitobni endi ko'rganman, ahvoli juda yomon edi. Yirtilgan, ichiga chizib tashlangan, yana o'zini ismini yozib tashlagan olgan odam. Keyin o'zini ismini yozganda o'qiganimda shu bizda mahallada birga katta bo'lgan o'rtog'imiz ekan ismi. Juda ham jahlim chiqqan o'sha payt. Uyga borib endi yosh bolamiz yig'lab kitobni qaytarib olib kelmoqchi bo'lganman. Kutubxonalar ochilgan deyaptilar chekka hududlarda. Mana shu juda ham zo'r. Masalan, bitta chekka hududga borib, siz bemalol o'sha muhitga ochilgan kutubxona qanaqa ta'sir qilganini bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Chekka hududlarda ham aynan kichik kitobxonlik guruhlari ochilyapti. Bu zo'r narsa-da. Masalan, siz o'qiganingizda kimdir bilan muhokama qilganingizda u yodingizda qoladi ko'proq. Bu yo'lda Peshqadamlar karvoni ham qilayotgan ishlari juda ham ajoyib. Ozgina o'yinimiz bor, savolli o'yin. Peshqadam karvoni jamiyati asosan Hazratning ilmiy faoliyatlariga yo'naltirilganligi sababli Hazratimizga bog'liq savollar bilan boshlaymiz. Birinchi savolni o'qiyman. Hazrat rahimahulloh maktabda o'qiyotgan vaqtlarida ularga bitta sevimli fanlaridan tort qo'yiladi. To'g'ri javob. G'afur G'ulomning Shimbola asarini hamma biladi. Shimbolaning ismi nima bo'lgan? Qoravoy. Jonatan Swiftning bitta asari bor. Angliya davlatining tartib-qoidalari, urf-odatlari ustidan kuladi u asarda. Qaysi asar? Kumush, hozir o'qigan kitoblaringizdan beryapsiz, marafon doirasida yoki umuman? Yo'q, umumiy beryapman. Haqiqiy kitobxonlar to'planishdi. Sinab ko'rmoqchiman. Ajoyib. Raqamlar ishtirok etgan 4 ta adabiyot nomini sanab beradi. Kim? Qo'l ko'tarib. Marhamat. Birinchi ko'tardingiz. Balandroq gapiring, xo'p? Xo'p. 2 ishkorasi. Yuz yil sarson sargardonlikda. 84. Xo'p, 1984 yana bitta qoldi. Eslang. Bitta qoldi. Voy yo'q. Hamma kitobxonlarimizni kitoblar bilan tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Ilohim ilmlaring bundan ham ziyoda bo'lsin. Davomli mutolaani hech ham kanda qilmanglar.